Agar deydi Alloh taolo, agar mendan yuz o'girganlar meni ularga bo'lgan intizorligimni, ma'siyatlarni tark qilishlariga bo'lgan shavqimni bilishsa edi, ularning qalblari menga bo'lgan muhabbatdan uzilib ketgan bo'lar, hamda menga bo'lgan shavqlaridan vafot etgan bo'lardilar. Mendan yuz o'girayotganlarni menga qaytishligiga qanchalar mushtoqligimni, qanchalar shuni yaxshi ko'rishimni bilganida o'lib qolardi qalbi erib. Mendan yuz o'girganlarga bo'lgan irodam shunday. Endi menga iqbol qilayotganlarga nisbatan irodam qanday bo'lardi? Banda Alloh taologa qaytay, bo'ldi endi tavba qilay degan fikrni kallasiga olib kelishligi bilan hali hech narsa qilmadi, qaranglar. Bo'ldi endi bugundan ichmayman dedi. Bo'ldi bugundan boshlab namozni boshlayman dedi. Shu fikr kallasiga kelishligi bilan Alloh taolo shu bandani qalbiga saodatni berib qo'yadi. Xotirjamlik berib qo'yadi, taskin berib qo'yadi. Shu etapdan o'tganmiz ko'pchiligimiz. Bo'ldi. Ertadan namoz boshlayman deganingizda bilasizmi qanaqa maza qilgansiz? Eslangda. Bo'ldi. Sigaretni tashladim bugundan boshlab dedingiz. O'sha momentni eslangda. Alloh taolo bandasini tavbasiga shuna bir mushtoq bo'lib turadi. Alloh taolo bandasini tavba qilishini shunaqa yaxshi ko'radi, hali hech narsa qilmadi. Nima qildi faqat? Bo'ldi. Ertadan bomdodga chiqib namozni boshlayman deyishiga bilasizmi qanaqa xotirjam bo'ladi?